Ariston suv isitish uchunmi yoki loy qorish uskunasi? Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda 2 yil davomida tozalanmagan Aristonning ichki holati namoyish etildi. Kadrlarda suv isitgichning ichida ko'p miqdorda shlam va loy to'plangan aniq ko'ringan. Mutaxassislar ta'kidlashicha, Ariston kabi suv isitgich uskunalarni kamida har 6 oyda bir marta profilaktika qilish, ya'ni tozalash talab etiladi. Aks holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin. Elektr energiyasi sarfi keskin oshadi, Ariston ko'proq tok torta boshlaydi. Isitish vaqti uzayadi va samaradorlik pasayadi. Ichki qismdagi zang va shlam unda bakteriya ko'payishiga sabab bo'ladi. Texnikada tok urishi va yong'in xavfi yuzaga kelishi mumkin. Aristoningiz loy qorish mashinasiga aylanib ketmasligi uchun unga muntazam texnik xizmat ko'rsatishni unutmang. Bu videoni barcha Ariston ishlatadigan tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'ying. Zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.